Samo tekstillar chevarlarni oyligini bildinglar. Endi masterlar qancha oylik oladi? Hozir sizlarga shu haqida ma'lumot beramiz. Ket. Hozir 3-etajda Glavniy masterni Nodir opadan so'raymiz. Ketdik. Nodir opa, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Bayramlar o'tkazib oldingizmi? Nodir opa, necha pul oylik olasiz? Shuni ochiqlaylik ommaga. 10,5 million. Pulini boshqa chevarlaringiz ham, boshqa masterlaringiz ham oyligini bilsak bo'ladimi? Boshlovchilikda rasman Nodir opa topshiryapman. 8-konver bilan 10-konver masterdan so'raymiz, necha pul oylik olar ekan? Hormay Zulfiya, necha pul oylik olasiz? 7 million oylik oladi. O'zlar ko'rdilar, Zulfiya 7 million oylik oladi. Hozir boshqa masterlardan so'raymiz. Hozir Bukovka masterdan so'raymiz. Qancha oylik olasiz? Men ko'p oylik olaman, aytaveraymi? Aytinglar. 7 million oylik olaman. Bukovka masterimiz 7 million oylik oladi. Hozir yaxshi ishlab, Umra safariga borib kelgan masterimizdan so'raymiz, necha pul oylik olar ekan? Matluba Armin. Salomat bo'ling. Necha pul oylik olasiz? 10 million. O'zinglar yoqtirgan masterni kommentariyaga yozib qo'yinglar, qaysi master ko'p ovoz bersa, shu masterdan intervyu olamiz.